Bu va bu natijalarga erishish juda ham oson. Va bularga erishish uchun sizga juda ham ko'p vaqt yoki juda ham ko'p mehnat kerak emas. Shunchaki sizga eng kerakli narsa bu dars jarayonida maksimal darajada fokus. Va eng birinchi qiladigan ishingiz bu mentalitetni o'zgarish, ya'ni sizni sinib ketgan, buzilib ketgan mindsetingizni o'zgartirish kerak. 99% katta ehtimollik bilan flomaster olib, daftarning ustidan chizib yoki har xil rangli ruchkalar bilan yozib tashlamaydi. 99% umuman boshqa narsani qilishadi. 99% studentlar agar ularda 2 soat qolgan bo'lsa, katta ehtimollikni har bitta mavzuni takrorlab chiqishadi prezentatsiyada yoki mashqlarni olib bitta bajarib, ularni tekshirib keyinchalik tahlil qilishadi va bu aslida siz qilishingiz kerak bo'lgan mashq. Sizda 3 oy qolimi, 2 oy qolimi, 1 oymi, 1 haftami, 1 kunmi farqi yo'q, siz mana shu ketma-ketlikda darsni qilishingiz kerak.